Boraydim sinfdoshlarim o'tirmasdim hatto. Kasali yuqadi deb. Artosi bilan. Bemalol. Otasi yo'q deydi. Baribir onamga aytmayman ko'p narsani, onam o'ziga oladi. Erkalamaganman, hayotda erkalamaganman. Mana bu Shpatgacha ham erkalamayman degan. Shpatgacha ham erkalamayman, chunki Mani oyoqqa turg'izib bergan onam bo'ladi. Yurib turganimga. Bahor bo'lishiga qaramasdan havomiz juda ham sovuq. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Charchamadingizmi? Yaxshi. Men nimadan qo'rqaydim? Charchab qolishdan emas, sindirib qo'yishdan qo'rqaydim. Idishlarni. Juda qimmatda u. O'zi hamshiralikka ham qiziqib, astoydil harakat qilganmisiz? Yo'q, ayam aytgan uchun kirdim. O'sha payt kiyimim yo'q edi, o'sha kishi berganlar, padashka qilganlar. O'zi zo'r bo'lib ketasiz degan. Baribir o'sha ismga qo'ygan. Rahmatni aytmoqchiman. Bolaligingizda qaysi gaplar sizning ko'nglingizga qolib ketgan? Shu men bilan gaplashmaganlari. Assalomu alaykum. E'tiboringiz Markazda Intervyu TV live kanali hamda Feruz Muhammad. Biz Toshkent shahridamiz. Navbatdagi qahramonimizning xonadonlariga mehmon bo'lib kelganmiz. Dastavval bugungi qahramonim haqida qisqacha ma'lumot bermoqchiman. Bugungi qahramonimiz internet olamida Camilo Lolo taxallusi bilan mashhurlikka erishgan aktrisa, blogger, vayner Kamila Vladislovna bo'ladilar. Xullas, biz ularni Toshkent shahrida joylashgan xonadonlariga mehmon bo'lib kelganmiz. Bahor bo'lishiga qaramasdan havomiz juda ham sovuq. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Charchamadingizmi? Yaxshi. Shu qahva sovuq bo'lsa ham tinmaysiz, Feruz aka? Shu. Ishingizga qo'yilay lekin. Rahmat, salomat bo'ling. Endi sizga avvalo vaqtingizni topish juda ham qiyin bo'ldi-da. Mashina. Assalomu alaykum. Rahmat. Zo'r. Vaqtingizni topish qiyin bo'ldi. Shu uchun mana endi bir vaqtingiz bo'lganda vaziyatdan foydalanib intervyu olishga qaror qildik. Rahmat katta. Adashmasam, asli Navoiyliksiz. Navoiydan. Necha yildan buyon bu yoqda yashaysiz? 2 yil bo'ldi, 2-yil ketyapti. 2-yil ketyapti. Yaxshi. O'ziga kiramizmi? Kiramiz. Yo, sovuqda. Sovuqda shunaqa o'tiramiz. Yuring. Haqiqatan ham bahorni ilk kunlari, lekin havo juda ham sovuq. Biza Camilo Loloni ham o'zimizni ham sovuqda urintirib qo'ymaylik va albatta operatorlar ham. Rahmat sizlarga katta. Borlaringizga shukr. Ana, shunaqa ketdik. Qiziq. Kamila Vladislovna. Shunday. O'zbekcha ism. Lekin dadangizning ismlari rus ekan, ruscha ism. Nimaga bunaqa? Media ishlatadim chunki. Aha. Media ishlab. Tushunarli. Endi bu qaysidir ma'noda tanishiruv intervyusida baribir. Keling, biografiyangizni gapirib bering. Nechanchi yilda tug'ilgansiz, qayerda tug'ilgansiz, qanday oilada dunyoga kelgansiz? Men Murodova Kamila 2001-yil 18-avgustda tug'ilganman, Navoiy shaharda. O'rtancha oilada tug'ilganman. Onam bilan turaman o'zi Toshkent shaharda. Onangiz bilan yashaysiz? Akam, men, onam. Bolaligingiz qanaqa o'tgan? Bolaligim yaxshi o'tgan. Qanday, misol uchun? Nimalar esingizda qolgan bolalik deganda? Shu onam bilan o'tgan har bir daqiqam yaxshi o'tgan. Bitta intervyuda aytgan ekansiz, qanaqadir bir og'ir kasallik bilan dunyoga kelganman deb. Qanaqa kasallik agar sir bo'lmasa va u vaziyatdan qanday nima deydi, shifo topgansiz? U sirda. Gapiramiz bu haqida. Xo'p, qanaqa, misol nima bo'lsa ham onam yonimda turganlar degansiz. Onam. Nima bo'lgan? O'shani bizga bitta shu boshdan gapirib bersangiz. Shu yoshligimda kasal bo'lib tug'ilganim uchun odamlar bu qizing nima qilmaydi deb tuylagan bormaganda onam. Nimaga berur? Baribir nima doktorlar o'yladi degandan keyin onamga aytganlar, baribir bu nima bo'lmaydi, oyoqqa turmaydi deb nima qilganlar, lekin onam qaraganlar. Bolalar uyga ber deyishganmi, nima? Yo'q, bunaqa nima deydi? Kasallar uy bo'ladi-ku, shunaqaga. O taxminan necha yoshlaringizni eslay olasiz o'sha paytlar? Necha yoshlarda shunaqa gaplar bo'lardi? Shu maktab o'qib yurardim o'sha payt.
Maktabga borganmisiz? Boraydim ara-charaga. Boraydim, lekin boraydim sinfdoshlarim uytirmasdi bilan kasal yuqadi deb. Yuqumli kasallik bo'lgan. Yo'q, Unaqa bo'lmagan. Bolalar endi shunaqa tasavvuri bo'lgan. Keyin qanaqa shifo topilgan? Onangiz qanaqa harakatlar qilganlar? Artos bilan. Bemalol. Shu onam doktorlarga qaratganlar, borganlar, bormagan joyi qolmagan, Toshkentga borgan, Samarqandga borgan, qayerga nima qilsa borib yurganlar-da. Hozircha yaxshiman, Xudoga shukr, davolanib turaman. Shu Haligacha davolanasiz bu nima bilan? onam degandan yig'lab boshlayman, chunki ko'z oldimdan o'tadi. Men hammaga aytmayman dardimni. Onam giroydek his qilganman-da. Hozir ham onam deyman qayerga borsam, chunki nima desam, bar bilasiz-ku qanday nima vaziyatdan chiqqanlarini. Ko'zimni oldimda o'zini narsa sotganlar, lekin aytish kerakmi, men bizga chiroyli kiyintirib, o'zlari nima qilib yuraydilar-da. Mana kiyim, narsa sotasiz-ku deydi. Kiyim sotardilar. Kiyim sotar. Shu nima bo'lsa ham ikkovimizga qilganlar uni. Shunaqa. Xo'p, maktabdan keyin nima qilgansiz? Maktab paytlari o'zi qanaqa o'tgan? Maktabga shu yaxshi o'tgan, o'qituvchim bo'laydi, zaringlar ishlatin degan Samarqandga borish kuni bo'lgan. Men bormaganman, rahmat aytmoqchiman o'sha ayolga. Mana bu yo boradi pulimni to'lab, uyimgacha kelib, uyimdan olib ketib boradi bu qiz deb, men uchun nima qilgan podarkalar beraydi, misol uchun, har doim xursand qilib yuraydi o'sha ayol o'qituvchim. Поддержка qilaydi-da. Shunaqa ayol bo'lgan. Nechinchi sinfgacha o'qigansiz? Polnishda o'qiganman, lekin ara-charaga bormaganman-da, bansiyaga o'tgan. Ha, ko'proq shifoxonada bo'lgansiz. Xo'p, maktab tugatgandan keyinchi? Kollejga borganman. Medkollej. Medkollejga topshirganman. 3 yil bitirib chiqib, keyin o'qishga topshirganman. Bitta institutga topshira olmaganman, keyin tekstil institutiga kirganman. Ha, hozir institutda o'qiysiz? Institutda o'qiyman. Zo'r. Mana Toshkentdagi. Zauchniga o'qiyman. Juda yaxshi, juda yaxshi. Nega aynan meditsina sohasida o'qigansiz kollejda? Onam meditsina topishga qiynalganlar menga. Ha, sizga qaraydigan odam topishga qiynalganlar. Juda qiynalganlar. Ko'p kasal bo'lib yurganim uchun meditsina topishga qiynalganlar. Sohangiz bo'yicha ham ishlaganmisiz? Aynan shu kollejda o'qigan. Ishlaganman. Qayerda ishlagansiz? Navoiyda ishlaganman, Bergam ishlaganman. Nima ishlar qilgansiz? Shu poliklinika ishlaganman, laboratoriyasi ishlaganman. Uni ham 1 yil ishlaganmiz, keyin akam tufayli o'qishga topshirganda akam bergan. Keyin akamning oldiga keldik Toshkentga. Keyin bu yerga ishlaganman Toshkentga. Nima deydi uni? Stomatologiya ishlaganman. Doktorimga ham rahmat aytmoqchiman. Ishlasdim ham to'ylarga chiqasdim, ruxsat berasiz, syomkalarga chiqasdim. Oyligimni ham to'liq beraydi-da o'sha kishi. Shu kishiga ham rahmat aytmoqchiman. To'ylarda nima qilgansiz? To'ylarga ham ofitsiantkalik qilganman. Qayerda? To'yxonadami? To'yxonada. Navoiydami, bu yoqdami, Toshkentdami? Navoiyga ham, Berga ham. Shu harakat qilish kerak. Men kasalman deb yotib qolish kerak emas, intilish kerak. Misol uchun, men o'zim kelib chiqib vaziyatimni aytyapman. Faqat harakat qilish kerak. Odamlarning gapi nima qilish kerak emas-da. Harakat qilsa bo'ladi bar. Bolaligingizda qaysi gaplar sizning ko'nglingizga qolib ketgan? Shu men bilan gaplashmaganlari. Ha. Qanday bo'lardi o'sha vaziyat? Pisand qilmasdi-da. Shunaqa. Misol mana tushuntiring-da, mana maktab payti. Deylik 15 yosh, 14 yoshsiz. Otasi yo'q deydi. Baribir onamga aytmayman ko'p narsa, onam o'ziga oladi. O'zini problemasi yetadi. Yani onamga aytsam, aytmaganman, o'zimni yengib kelganman. Hozirgacha aytmayman onamga. Onam o'ziga oladi, bizani o'ylasin, o'zini o'ylasin deb o'zimni ichimga saqlab yuraman. O'sha insonlarga nima degan bo'lardingiz hozir? Mana ko'rib turibdi. Nima hech demayman. Hech narsa demaysiz, to'ppa-to'g'ri qilasiz. To'g'ri qilasiz. Ko'rib turibdi, agar shu ko'rganda nimadir o'ziga olgan bo'lsa oldi. Bo'lmasa nimadir gap o'zi befoyda ularga. Umr uzun bo'lsin o'sha insonlar ham. Umr uzun bo'lsin. Bar befarosatlari davolab bo'lmaydi. U davosiz kasallik ular. Ular davolab bo'lmaydi.
Ular befarosat ular. Ular befarosat. Xo'p. Keyin mana misol uchun ofitsiantlik qilganman dedingiz. Bu vaziyat qanaqa bo'lardi? U shu ishlab kelaydi. Onam aytaydi, nima deydi, qizim, qo'yingni, nima qilyapsan, boshqa ishga kir, misol uchun odamlar nima o'ylaydi, yoshing yetib qoldi deydi. Keyin asta-asta chiqib ketganman-da. Baribir borib turaman, eslab turaman, qanaqa eding deb o'zimni ketmasligim uchun eslab turaman, qanaqa eding deb borib, xabar olib, nima qilaman-da baribir. Eslab o'zimdan ketib qolmasligim uchun. Qiyinmi ofitsiantlik? Endi qiyin joyi ham bor, oson ishni o'zi yo'qki, misol uchun qiyin bo'lgan. Misol uchun men nimadan qo'rqar edim? Charchab qolishdan emas, sindirib qo'yishdan qo'rqar edim. Idishlar. Juda qimmatda u. O'shandan qo'rqaman. Sindirib qo'ysangiz qanaqa jazo bor edi? Xudo shukr, shu paytgacha tushira olmaganman. Lekin nima deydi, tuylattiradi-da baribir. Endi ularning idishi-ku. Shundan qo'rqaman. U qanaqa oylik berardi? Oylikmi? Kunlik beradi. Kunlik necha pul? 120 ming har xil beradi. U to'ymidi yo restoranmidi? To'yxona mana hijobliklar bo'lar-ku, shunaqa to'ylar chiqaydik-da biz. Asosan ayollar bor to'ylarga. Ha, shunaqa qilgan. Lekin odamlar tushunmaydi-ku, nima o'ylaydi, kechqurun yuribdi deydi baribir. O'zimga noqulay, ayamga ham noqulay bo'laydi. Keyin asta-asta nima qilib ketganman-da. Syomkaga kirib, o'zimning ham ishim bor edi, aytdimki, medstralik ishlab yuraydim. Medstrachiligi nima qiyin taraflari bor edi sizga? Qiyin joyi yo'q edi. Prosta endi syomkalarim chiqib qoldi. Shu uchun nima qildim-da. Lekin yaxshi odam edi-da. Yaxshi podeshka bergan u kishi ham. Saydulla degan doktor. Ishga bir-ikki payt borolmay qolasdim, syomkam bo'laydi. Ha, mayli deydi. Yaxshi odam u kishi ham. Qarang, mana yaxshi odamlarni eslab qolgansiz, yomonlarni gapirishni ham xohlamayapsiz. Ishlarim kelmaydi. Ko'ryapsizlarmi, shu uchun yaxshi inson bo'lish kerak-da. Shu uchun yaxshi inson bo'lish kerak. Yomonlar hatto eslagisi ham kelmayapti. Hech narsa degisi ham kelmayapti, misol uchun. To'g'ri qilyapti aslida. Aslida to'g'ri qilyapti. Intro TV'ning aziz kuzatuvchilari, qiziqarli intromizning orasida sizlar uchun juda ham bir foydali ma'lumotni aytib o'tmoqchiman. Ramazon oyi kirib kelgani munosabati bilan xalqimiz ishonchini qozongan Xonsaroy qurilish kompaniyasi sizlar uchun yanada qulaylik yaratish maqsadida o'zining Ramazon aksiyasini e'lon qiladi. Meni diqqat bilan eshiting. Endilikda siz Ramazon oyi mobaynida uyning boshlang'ich to'lovini 3 ga bo'lib to'lashingiz mumkin. Bundan tashqari oylik to'lovlar 36 oy emas 40 oyga, 48 oylik to'lovlar esa 50 oyga uzaytirildi. Hoy, tasavvur qilyapsizmi? Boshlang'ich to'lovning o'zi 3 ga bo'lib to'lanadi. Oylik to'lovlar esa uzaytiriladi. Xullas, bunaqa qulay to'lov imkoniyatlari faqat va faqat Ramazon oyida bo'lib o'tadi. Qulay imkoniyatlardan foydalanishga ulgurib qoling. Batafsil ma'lumotlarni mana bu raqamlardan bilib olsangiz bo'ladi. Xolajon, assalomu alaykum. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Salomatmisiz? Omonmisiz? Yaxshi, rahmat. O'zlaringiz yaxshimi? Charchamasdan yuribsizlarmi? Xudoga shukr. Avvalo, kattakon rahmat. Mana shunaqa mehmondorchilik uchun. Og'riq qo'ygan bo'lsak, ming bor uzr. Og'riq qilganlarimiz yo'q. Kelganlaringiz uchun katta rahmat. Rahmat kattakon. Siz yaxshimisiz? Assalomu yaxshimisiz. Salomatmisiz? Omonmisiz? Ijodlar bilan charchamasdan. Yaxshi. Yaxshi, zo'r. Endi Kamillani bolaligi qanaqa o'tgan? Bolaligi u yoshligida ko'p kasal bo'lgan, sog'ligi tomondan. Hozir yaxshi. Shu maktabga borgan, 1-sinfga. Maktablarni bitirib, rus maktabga borgan, 1-maktab, spetsializirованный maktab. Uyimizga yaqin bo'lgani uchun shu maktabga qo'yganman. Shu maktabda o'rta baholada o'qigan. Shu maktabda Boraydi deng. gapirib bilmayman. Yo'q, yaxshi gapiryapsiz. Bemalol. Yoshligi shu maktabda o'tgan, 1-maktabda.
gimnastikalarga qatnagan, o'zida qiziqish bo'lgan. Shu ozroq o'zini sog'ligi uchun gimnastikalarga borib, o'rinlar olib kelaydi borib. Ozroq raqsga ham qatnab, keyin raqsni tashlab ketuvdi. San'ata guruhiga borgan ozroq. Shu maktabni bitirib, keyin o'zim shu Mid kollejga o'qishga qo'yganman. Mid kollejda meditsina bo'lishini xohlaganman. Shu uchun shu Mid kollejga o'qishga qo'yganman. Shu koronavirus vaqti to'g'ri kelgan. O'sha paytlar bu bitirib diplom oluvdi. Mutaxassislik meditsina bo'yicha, medistralik bo'yicha diplom olgan. Shu keyin shu sohada 1 yil, 2 yil ishlab, keyin Toshkentga ko'chib kelganmiz. Qo'rqmayman, gapiravering. Insga topshirgan tekstilniga. Zaochniy sirtqi bo'limga o'qishga kirib, shu yerda o'qigan. Hozir ham o'qiyapti, 3-kurs talaba. Yo'q. Kamillaning bitta gapi hech xayolimdan ketmaydi-da. Menga hech kim ishonmasa ham, har doim onam ishonib turadi. Bir paytlar misol uchun butun bir dunyo yuzga o'girgan bo'lsa ham, lekin onam har doim shu poddeshkada qo'llab-quvvatlab turganlar. Shu vaziyatlar haqida gapirib beringlar. Shu ham har bir ona farzandi uchun jonini berishga tayyor. Hamma vaqt eng do'st ona bo'lsa kerak, menimcha hammaga ham. Shu onalar do'st bo'ladi. Manam shu o'shalar qatori unga motivatsiyalar berardim. Faqat o'zingni kuching bilan, hech kimga ishonma, faqat o'zingni kuchingga ishon deb hamma vaqt bunga motivatsiyalar berib turganman. Shu motivatsiyalar keyin shu yurish-turish haqida ham shu ko'p maslahatlar berganman. O'zing pastga urma, nima qil deb deydi-ku, qo'shilib yur odamlarga deb. Odamlarga qo'shilmasmidingiz? Yo'q, mana bu nima deydi, kollektivlarga qo'shilib yur, uyda o'tirma zerikib deb nima qiladi-da. O'z ustingda ishla, harakat qil. Shunaqa ma'noda. Xo'p, san'atga umuman aktrisalikka qiziqish qayerdan bo'lgan? Navoiyga bo'lgan paytim qiziqaydim, to'g'risini aytsam. Qiziqaydim, ko'raydim, odamlar chiqishini, o'zimizda Navoiydan chiqqan odamlarni ko'raydim, qiziqaydim. Keyin shu qiziqib kasting orqali borganman. Bobur akani oldiga. Bobur akani jamoasiga qo'shilib ketish qiyin bo'lmadimi? Keyin onangizlardan qanday ruxsat olgansiz? Boshida qarshilik qilganlarmi yo qarshilik qilmaganlarmi? Yo'q, ko'zingga qarab ocham, o'zingga ishonsang bo'ldi, o'zing nima qilsang, udalasang bo'ldi deb ishonib kelganman. Doim qo'llab-quvvatlagan. Doim. Ikkita farzandni katta qilish oson bo'lmagandir. Nima ishlar bilan shug'ullangansiz? Men institut bitirib, birinchi yo'llanma bilan Kattaqo'rg'onda ishlaganman, keyin zavodda ishlaganman, Navoiyda ishlaganman. Shu. Bo'sh vaqtlarim tijorat bilan ham shug'ullanganman. Ishxonada. Основной Navoiyda 25 yillik staj bo'lgan, 25 yil ishlaganman. Veteran truda bo'lib chiqqanman. 25 yil. U nima ish qilardingiz u azot? Nima? O'zim mutaxassisligim shu oyoq kiyim bo'yicha mutaxassis, injener, texnolog, modelyer bo'lganman. Navoiyda unaqa nima bo'lmagani uchun ham, mutaxassislik bo'lmagani uchun ham Navoiyda ishlaganman. Bu yerda birinchi to'qimachilik, tkackiy sex bo'lgan, o'sha yerda ishlaganman. Keyinchalik elektroснабжениyaga o'tganman. Elektroснабженияda dejurniy elektromonteur bo'lib ishlaganman. Keyin orada bir 3 oy, 4 oy, 1-2 yillar srif bo'lgan, Rossiyaga ketganman, 1-2 yil ishlab, keyin qaytib kelib, yana boshqa sexga o'tib, birinchi apparatchik bo'lib, keyinchalik master texnolog lavozimida ishlaganman.
Ancha ishlagan ekansiz u yoqda. Zavodda ko'p ishlaganman. Toshkentga ko'chib kelish sababi nima bo'lgan? Toshkentga ko'chib kelishimning sababi o'g'lim o'qigan shu yerda. San'at va madaniyat institutiga. Keyin shu orqali kelganmiz. Qiynalmasin deb. Shu kvartiraga turardi. Kvartira puli juda qimmat edi. Shu uchun shu nima ko'tarilishi, nima bo'lishi uchun shu bahona bo'lib kelganmiz. Ular yolg'iz qo'ymaydi. Yolg'iz bo'lmasligi uchun, bir oila bo'lib yashashlik uchun ham kelganmiz. Xo'p, Kamilani san'atga kirib kelish qanday qabul qilgansiz boshida? Baribir bizda misol biroz ruxsat berishlar qiyin bo'ladi boshqa. Bu shu komandaga a'zolari bilan ishlagan vaqtda hammasini oilasi bilan tanishib chiqqanman. Avvalambor qanaqa oila, qanaqaligini, har bittasini qanaqa oilada, qanaqa muhitda yashashligini ko'rib chiqib, shu qaraganman, hammasi bir tarbiyali, muomalali, oilasi tinch, tarbiyali bolalar bo'lgani uchun ham ruxsat berganman. Ko'pchilik lekin aytgan, o'g'il bolalar bilan ishlaydi deb. Lekin har qayerda ishlagan odam, xoh ayol kishi bo'lsin, xoh qanday odam bo'lishidan qat'iy nazar, lekin o'ziga bog'liq. Masalan, o'zini tarbiyasi yaxshi bo'lsa, hamma vaqt, hamma joyda ishlash mumkin. O'zini obro'yini saqlash kerak. Shu uchun ham men ruxsat berganim shu oilasi hammasi tarbiyali, axloqli bolalar bo'lgani uchun ham ruxsat berganman. Men masalan shu oilalari, kelinlar masalan yaxshi qizlarga uylangan, shularni ko'rib, men masalan havas qilaman-da shularni oilalariga, masalan tarbiyali, oilam degan, joyim degan yigitlar bo'lgani uchun ham qo'yganman. Shu tomonlama men ularni hurmat qilaman-da. Shu uchun ham rozi bo'lganman. Ilk yutuqlaridan mana misol uchun jamoaga qo'shildilar, Bobur Mansur jamoasiga. Ilk yutuqlarini qanaqa qabul qilgansiz? O'zi boshida ko'zingiz yetganmi? Kamilladan aktrisa chiqadimi? Yo'q, men bu ham bilasiz juda qiyin. Yuzlab kerak bo'lsa, minglab odamlarga nasib etadimi, yo'qmi, uni Xudo biladi-da. Lekin hamma harakat qiladi, juda kam sonli insonlarga nasib etadi. Men lekin bunchalik bu anaqa qilishini bilmaganman, lekin har kimni masalan Xudo o'sha Alloh nazar tashlagan qiz bo'lganmi, shu uchun ham bunga baxt kulib boqqanda, masalan shunday deb o'ylayman men, yutuqlardan hamma xursand bo'laman. Shu hamma ota-onalar ham shu farzandlarini yutug'idan xursand bo'lsa kerak deb o'ylayman-da. Men ham shu bularni yutug'ini ko'rsam, yaxshi ishlarni ko'rsam, hamma xursand bo'lib yuraman-da. Xo'p. San'at qanaqa ekan endi? Show biznes qanaqa ekan? Yaxshi bo'ladi. Bunda nima qiyinchiliklar bor ekan? Hozircha yo'q, qiyinchilik yaxshi. Mana o'zingiz uchun boshida qiynaldim, shug'ullandilar men bilan, komanda bilan. Hozir yaxshi, uncha. Umuman hozir ko'ryapman, siz maktabda umuman boshqa joyda o'qigansiz, keyin san'atga teskari bo'lgan tibbiyot sohasida kollej o'qigansiz. Hozir misol uchun umuman san'atdan boshqa tekstilniy sohasida, lekin men o'ylaymanki, qaysidir ma'noda o'sha aynan Vine olamida, Instagram olamida siz omadingiz kelgan. Har bitta odam sababchi bo'ladi deydi-ku. Shu mana gruppalardan nima borganman, masofkalarga yurganman birinchi. Nima deydi u? Yo, o'zi shu fikr qayerdan kelgan? Mana aynan shu san'atga qiziq. Odamlar ichiga kirib yurishni yaxshi ko'raman. Uyga o'tirgim kelmaydi, u yoqqa boraman, bu yoqqa boraman. Qachondan boshlangan shu holat? Shu kelganimga 2 yil bo'lgan bo'lsa, 1 yil bo'lib qoldi-da. Demak, Toshkentga kelganingizdan keyin bu qiziqish boshlangan. O'z navbatda ham qiziqaydi. Keyin beri kelgandan keyin gruppalarni topdim. Kliplar chiqaydi masofkaga-da, nimalarga chiqqanman, nima deydi, kinolarga, seriallarga. Qachondan shu qaysi serial, kino? Nomusga chiqqanman, yana Baxt ovchisiga chiqqanman. Masofkada bo'lgansiz. Masofka yo'q ham. Epizodlar ham bo'laydi. U endi pul bermaydi hech qanaqa.
beraydi 100 mingmi shuni. Xo'p, keyinchi masofkalarda yurdingiz. Bobur Mansur jamoasiga qanaqa kelib qoldingiz? Shu nima deydi uni Instagramga qo'ygan ekan, nima desam, Instagramga qo'ygan ekan, istoriyasiga, mana to'y sahnasiga ham odam kerak, masofka kerak edi. Borgandim. Nechta odam 20 taydimi, shuncha odam edi. Keyin shuncha odam ichiga men gapirganda, endi misol uchun anani bilsangiz kerak, to'yga ruxsat berdi onam, baxtli bo'lsin dugonam degan. O'shada birinchisi. To'yga ruxsat berdi onam, baxtli bo'lsin dugonam. Realda yersadi barsa, to'yingga yoptirdim, chitir zomsa. Tushunmadim. Yirtaman o'zi. Tushundingmi? Yirtaman, realmi? Keyin o'shanga nima qilganman, keyin Navoiyga bordim. Sizga rol bor singilcha dedi. Shunaqa. Keyin birinchi chiqqanim stewardessa bo'lib chiqdim. Keyin patakkalla bo'ldim. Allo, aya. Men Toshkent satayga keldim. Oldimda deysizmi? Bitta patakkalla bor ekan. Biznesmen aka qancha bo'ldi deyapman? Qancha bo'ldi? 15 ming bo'ldi. Siz meni tushmoq qilyapsizmi? Shotir usta veloga 10 ming bo'lsa. Yaxshi qiz. Men yana qaytarib aytaman. Men taksichi emasman. Men biznesmenman. Siz biznesmen bo'lsangiz menga qarang. Men stewardessaman. Shunaqa. Nima qiyinchiliklar bo'ldi shu masofka davrida, qanaqa qiyinchiliklar bo'ldi? Undan keyin hozir nima qiyinchiliklar bor? Keling, mana masofka davrida nima qiyinchiliklar bor ekan? Shu masofkaga qarsak cholib yuraydik. Nima qilib yuraydik? Balki glavniy rol boshqachada. Hozir hayotim yaxshi, Bobur akalar nima qiladi? Glavniy rol bari boshqacha. Keling, mana siz bilan bitta narsa zo'r hozir xayolimga bitta yaxshi. Bitta yaxshi fikr keldi xayolimga. Rahmat aytamiz. Hayotingizda mana kimlarga rahmat aytmoqsiz? Va nima uchun? Mana boshidan, bolaligingizdan kelaylik. Kimlarga rahmat aytmoqsiz? Onamga birinchi o'chirib rahmat aytaman. Shu qiynalib katta qilganlar, oyoqqa turg'izgan shuncha odamga mana nima deydi, ko'rsatib berdilar. Mana kasal odam shunchalik qilsa bo'lar-ku deb. O'sha uchun qiynalganlar, lekin meni oyoqqa turg'izib bergan onam bo'lar. Yurib turganimga. Demak, nafaqat dunyoga keltirganlari uchun, balkim o'sha kimlardir ishonmaganda, o'ladi degan vaziyatda mana shunchalik 23 yoshdasizda, Ha, 23. Shu kunlargacha olib kelganlari uchun, Rahmat. shu kunlarga yetkazganlari uchun rahmat aytmoqsiz. Mana birinchi o'rinda onangizga, keyin ikkinchi o'rinda kimga? Bobur akalarga. Yo'q, mana bolaligingizdan kelamiz endi. Bolalik. Qaysi yaxshi insonlarga rahmat aytyapsiz? Onangiz, ikkinchi o'rinda kim? O'qituvchimga. Qaysi o? Zarifa opa deganingiz? Zarina Rishatini. Zarina. Men shu ismga qo'yganimda, podashga qilgan qiyin paytim. Shu Samarqandga aytganlar, uyimgacha kelganlar borsin deb, Yo'lkirovimgacha to'ylaganlar, rahmat o'sha ayolga. Keyin yana duo qiluvchi, nima deydi u, muxlislarimga rahmat aytmoqchiman. Yo'q, to'xtang. Bolalikda, demak, ikkinchi o'qituvchingizga, Zarina opaga. Zarina opaga mana tasavvur qilinglar, bir inson maktab 1-sinfdan toki mana kollejga o'qiganlar, universitetda ham o'qiyaptilar hozir. Yuzlab o'qituvchisi bo'lishi mumkin bu insonni, lekin bitta o'qituvchiga rahmat aytyaptilar. O'zlaringiz hisoblab boraveringlar. Ikkinchi mana o'qituvchingizga, bitta o'qituvchingizga. Keyin kimga? Shu keyin ishlaganman poliklinikaga. Poliklinikadagilarga ham rahmat, doktorlarim o'tirishlarga pul to'lab beraydi, qarashib turaydi har doim. O'shalarga rahmat, ikkinchi poliklinikaga rahmatimni aytmoqchiman. Aynan qaysidir insonlar bormi bu yerda? Qosimova degan doktorga rahmat aytmoqchiman. Shu kishilarga. Ular nima uchun ularga rahmat? Har doim podashga pulim bo'lmaganda berganlar. Yordam qilganlar. Qosimova doktorga rahmat ana uchinchisi. Keyin yana kimga? Keyin bu yerga kelganimni aytaymi? Toshkentga keldingiz. Toshkentga keldim. Xo'p, Toshkentga keldingiz. Toshkentga kelgandan keyin kimga rahmat? To'rda hozir 3 ta rahmat aytdik hali. 17 yil o'tib ketdimi shu bilan? Yana bor. Hozir esga kelmayapti, bor, lekin rahmat aytayotganlar. Ya o'zi rahmat aytmoqchi bo'lgan odamlar esga keladi birdan. Ham 3 tasi bor hozir.
Toshkentga 2 yil avval kelganman dedinglar. 21 yoshda kelgansiz. Shunday chog'imda. 21 yoshda. Xo'p, 21 yoshda Toshkentga keldingiz. Bu yoqda kimga rahmat? Nimaga ishlaganman, o'tinmaydi uni. Stomatologiya doktorimga rahmat aytmoqchiman. Podдержка qilgan shunaqa. Yordam berganlar. Yordam berganlar. O'sha kishiga rahmat. 4-rahmat ketdi. Yana kimga rahmat? Shularga rahmat aytmoqchiman. Tamom, boshqa odam yo'qmi? Endi bor. Yo'q, mana endi san'at endi. Xo'p, Bobur Mansur jamoa. Bobur aka juda katta rahmat sizga. Xotiniga rahmat, Fariza opaga. Nimaga ularga rahmat? Ana uni ko'rgan bo'lsangiz kerak, Kamila Lola bo'lib chiqqanini. Добрый вчера, qizlarjonlar. Ko'p kishi so'rabdi menga istoriyaga nima ko'rinmaysiz debdi. Men endi mazam bermadi. Endi meni kuzatib boringlar. Men endi qaytdim. Paka. Yes! Kamila Lola qaytdi. Bechora kasal bo'lib qolgan ekanda. Bugun kun bo'yi kuzataylik endi uni. Ha, boshqa ishimiz yo'q-ku uni kuzatishdan boshqa. Hayot usiz shunaqa zerikarli bo'lib qolganda. Qaytgani rost bo'lsin. O'sha payt kiyimim yo'q edi, o'sha kishi berganlar, podдержка qilganlar. Qo'li zo'r bo'lib ketasiz degan. Baribir o'sha ismga qo'ygan. Rahmatni aytmoqchiman. 5-rahmat. Zo'r. U 23 yil yashab 5 ta odamga rahmat aytish kam emasmi? Endi esiga kelmayapti-da. Sohib opaga aytaylik. Qaraman, hayot tildagi qahramonlarni qidiryapman-da. Sohib opaga rahmat. Podдержка qilib yurar har doim. Onamday bo'lganlar u kishi. U kishiga ham rahmat aytmoqchiman. O'zi Instagram uchun aytdim-ku, kichikroq intervyu qilamiz deb o'ylagandik siz bilan. Keyin shu Sohib opa, endi men faqat Sohib opa deyman, Fatima Nazarova. Fatima opa bundoq qiz, u qiz bundoqa, zo'r qiz, boshqa deb rosa o'sha yo'l bo'ylab uylardan qaytayotganimizda maqtab keldilar-da. Yaxshi ayol u kishi ham. Onamday bo'lib ketganlar. 5-odam bo'ldimi, 6-odammi? 6-odam. 6. 23 yilda 6 odam. Yaxshi. Shu 6 insonga kattaga rahmat. Rahmat. Xolamlar ham bo'lgan u kishilar, xolamlar, Xolangizlar. og'aynilar. Ha. Ular ham misol uchun borganlarda, misol uchun qaraganda, ular aytsa bo'ladimi? Albatta. Shu xolamlar uyda. Biz hozir kimlarga rahmat aytayotganimizni bilyapsiz-da? Ya'ni sizlar hayotingizda yaxshilik qilgan, sizga o'sha kerak payti yordamini ayamagan, xolamlar, qiyin vaziyatda qo'l cho'zgan insonlarga. Xolangizlar, nechta xolangiz bor? 5 ta. 5 ta xolangizga. Har bittasiga rahmat aytamizmi? Ha, farqi yo'q, og'aynilarim. Xolam-ku deng. Mana 11 ta inson bo'ldi. 11 ta inson. 23 ta qilaylik hech bo'lmasa ularni. Yana bitta kishi Mashapa degan har doim duo qilib yuradilar. Mashapa? Ular nima ish qilgan? Kim ular? Ya'ni hayotingizda nima ish qilgan demoqchiman. U kishi uzoq og'ayni bo'lsa ham, lekin duo qilib yuradilar. Yaqin og'ayniday bo'lib ketganlar. Tanishdi. U kishi ham har doim duo qiladi meni. U kishiga alohida rahmat. 12-odam. Hamshiralikka davom qildirmaysizmi endi? Nima uchun? Endi bitta sohani tanlash kerak-da, yo uni, yo buni. Men uni tanladim. Shu blogerlikda tanladim. O'zi hamshiralikka ham qiziqib, astoydil harakat qilganmisiz? Yo'q, ayam aytgani uchun kirdim. Siz misol uchun aytmaganmisiz, hamshiralik davom ettir, baribir ota-ona shu jiddiyroq kasb tanlashini xohlaydi farzandi? Endi baribir majburlab bo'lmaydi. Hamma o'zini yaxshi ko'rgan sohasida ishlash kerak. Men nimaga bu sohaga nima qilganim, bu ko'p kasal bo'lgani uchun ham meditsina izlaganman, vaqtida meditsina topolmaganman. Shu uchun ham o'zini sog'ligiga, boshqa mana masalan o'zimizda kasal bo'lishimiz bor. Shu uchun o'zimizda bo'lgani yaxshi degan maqsadda shu kasbga yo'naltirganman-da.
lekin bu uncha o'sha kasbga qiziqmagan, mehr bermagan, lekin yaxshi ishlab biladi, lekin uncha xohlamaydi ishlashni. Ikkita farzandingiz ham san'at sohasini tanladilarmi? U o'g'limni kirishiga o'zim sababchi bo'lganman, chunki o'zimga yoqadi san'atda. Farhod madaniyat saroyida san'atda guruhi bo'laydi. Bolalar juda chiroyli o'ynardi, o'shalarga havas qilganman-da, shu uchun o'sha sohaga qo'yganman-da. Raqsga qatnashgan, o'sha yoshligidan mana katta konsertlar bo'laydi Toshkentda. Prezidentimiz Karimov davrida постоянно konsertlarga bu kelaydi. Birinchi faqat solist bo'lib o'ynardi-da. O'sha shu soha bo'yicha o'qituvchisi ham juda yaxshi edi. Yaxshi tarbiyali nima bo'lgani uchun ham qo'yganman-da shu sohaga. O'zim ham qiziqqanman. O'zi menimcha boshidan shu o'zingizni ham qiziqish bo'lgan bu nimaga? Yo, o'zimga uncha nimam yo'q, talantim yo'q, lekin shu bolalarni ko'rib xursand bo'laydim-da, shu o'ynagani, ko'p konsertlarga kirganman. Shu raqs sohasiga, yosh bolalar o'ynaganiga qiziqib qo'yganman shuni. Xo'p, umralarga yo'llanmalar olib berdi. Sovg'a qildilar. Shunda nimalar o'tdi ko'nglingizdan? Shu bir kun oldin, shu umraga yo'llanma berishdan oldin o'zim bilganim yo'q. Zagrant pasport taxlatdim-da. Bilganim yo'q, lekin bu surpriz qilishini. Keyin ayollar bilan gap o'ynaymiz, gapga bordim. Gapda shu gap bo'ldi, men aytdim, shu zagrant pasport taxlatyapman. Shu desam, hammasi ular umraga boryapsan dedi. Yo'q, shu prosta taxlatib qo'ydim deganman. Keyin o'sha yerda gap bo'lganda, shu Alloh chaqirgan odam, Alloh nazar tushgan odam boradi umraga deb, shu umraga borib kelgan ayollar shunaqa gapni aytgan. Men ertasi kuni bu menga aytganda, syomkaga boring degan, lekin umraga safarga yo'llanma olganini aytmagan. Men o'sha kuni ertalab bu chiqib ketdi, aya dedi, obedlarda borasiz dedi. Hay deb ovqat qilishga urinib, kartoshka artayotgandim. Shu o'zimni ko'nglimdan o'tganda, shu menga nasib qilayotganmi, men ham Allohni suygan bandasi bo'layotganmi degan shu xayolimdan o'tganda, shu narsa o'tgan men xayolimdan. Keyin bu telefon qildi, aya dedi, keling, ana syomkaga hamma dugonalaringiz kelgan, faqat siz yo'qsiz degandan keyin borganman, lekin hech kutmaganman-da bular umraga. Men yangi yilda bayram oldi bironta syomkasi deb borganman, lekin juda xursand bo'lganman. Shu payti umuman kutilmagan shokda bo'lganman-da. Masalan, hayajon bo'lgan, lekin bilmaganman menga o'sha chaqirib, o'sha nima umrani ziyoratini, nimasini, yo'llanmasini berganicha men bilmaganman. O'sha bir xil shu yozgan kommentariyada shu yozilgan-ku ko'rga hassa qilib deb yozilgan bo'lgan, o'sha narsaga ham e'tibor bermagan. Prosta yangi yilga bular bir naryadni qilib nima bezatgan deb o'ylaganman-da o'shani. Shu xursand bo'ldim. Shu umraga borganimda ham hammasini duo qilib, shu bu qizimni, shu ularning komandasini shu o'sha ziyoratda yurgan bo'lsam ham, shu faqat duo qilib yurganman-da. Meni Alloh chaqirgan, shu sababchi qilib, shu qizimni, keyin Boburning komandasini sababchi qilgan deb o'shalarning nomiga ko'pala duolar qilganman-da, lekin juda xursand bo'lganman. Shu Kabani oldida o'tirib, judalarda ko'p duolar qildim-da. Bobur akalar olib berganda, qo'shilishib, ikamiz hammamiz komandasi bilan olib berganlar. O'zi sizni xayolingizga qachon kelgan edi bu fikr? O'ylab yurganmidingiz? Toshkentga ishlab yurgan paytim faqat niyat qilib yurardim. Pulim yo'q edi o'sha paytlar. Niyat qilib yurardim. Keyin 1 million bo'ldi, 2 million bo'ldi. Bari niyat qilsangiz amalga oshigan birontani sabab chiqqan ekanda baribir ham. Keyin asasa mana 8 millionga yem qo'ydim. Keyin mana sabab chiqib qo'ydi, Bobur akalarni nima qilib berdilar. Olib berdim. Rahmat sizga, umringiz uzun bo'lsin ilohim. Izohlar o'qiysiz-ku, to'g'rimi? Mana muxlislar baribir yaxshi yozadiganlar juda ko'p. Bu behisob.
Endi orasida qanaqadir o'sha yoqimsiz fikrlar yozib qoldiradiganlar bor. O'shalarga munosabatingiz qanaqa bo'ladi? Rahmat katta deyman. Yomon gapirmayman, rahmat deyman. Siz ham o'qib qolasiz. Ha, o'qiyman, lekin ranjigan paytlarim ham bo'lgan, lekin o'sha masalan ko'p izohlar balkim to'g'ridir. Kimgadir yoqadi, kimgadir yoqmaydi. Lekin odam o'sha yomon kommentariyalar bo'yicha masalan o'sha odam o'zini ustida ishlaydi hamda o'sha narsalarni ham foydasi bor deb o'ylayman-da. O'sha balkim xatolari ustida ishlaydi. Balkim o'sha xatolarni qilmaslikka harakat qiladi. Endi hammaga ham hamma vaqt yaxshi bo'la olmaysan. Masalan, menga yoqqan narsa boshqa kishiga yoqmaydi. Hamma 5 barmoq bir bo'lmagandek, hammaga ham bir narsa yoqmaydi. Men shunday deb o'ylayman. Oldinlar xafa bo'lardim, hozir xafa bo'lmayman. O'rgandimda. Immunitet hosil bo'lar ekanda bu narsa. Ha, baribir odam ko'nikma hosil qilar ekaningda, chunki san'at sohasida hamma vaqt shunaqa kommentlar bo'ladi. Hamma vaqt hech qachon hammaga yoqmaydi. Bir xil yoqtirmaydi-da, shuni to'g'ri qabul qilmaydi. Balki birovga yoqadi, birovga yoqmaydi. Kamila bo'yicha avval Kamilani nimasidan xavotir olardingiz? Hozir nima qanaqa xavotirlaringiz bor? Endi ona har doim qaysidir ma'noda doim shu farzandini avaylaydi, asraydi, yaxshi ko'radi. Uni oyog'iga tikan kirmasin deb yashaydi-da. Men shunday yoshligidan, shu maktabga o'qigandan bilan yoshligidan hech qachon o'g'lingni erkalatasan, meni erkalatmaysan degan gaplar bo'lardi-da. Hamma vaqt shunaqa o'zicha shunaqa tushuncha qilar. Qaysi ona bitta farzandini yaxshi ko'rib, ikkinchisini yaxshi ko'rmaydi. Men hamma vaqt yaxshi ko'rganman, lekin bularni shu maktabga borgan paytim qo'liga ko'p pul bermaganman. Hamma vaqt shu nima uyda ovqat taxlab ketganman. Erta bir kun mana bunday yomon yo'lga kirib ketishi bor, pul buzadi-ku. Shu uchun ham hech qachon buni erkalamaganligim ham erkalamaganman, hayotda erkalamaganman. Mana bu Shpatgacha erkalamayman. Shpatgacha ham erkalamayman, chunki bu ichingdan yaxshi ko'rsang ham hech qachon bildirmayman. Chunki bu taltayib ketmasligi uchun, o'zidan ketmasligi uchun shunaqada. Qiz bolalarni ko'p erkalamaslik kerak deb o'ylayman-da o'zimcha. Lekin men mansirab nima qilib ketishini yomon ko'rganman. Hamma farzandlarim kamtar bo'lishini, o'zidan ketmasligini hamma vaqt hozirgacha aytib o'taman-da. Odam kamtar bo'lishi kerak. Hech qachon o'zingdan manmanlikni, analikni o'zim yomon ko'raman. Sodda odamlarni yaxshi ko'raman. Shu uchun ham farzandlarim ham shunday bo'lishini xohlayman-da. Hamma vaqt kibrga berilma, o'zingdan ketma deb hamma vaqt aytib yuraman-da shu narsalarni. Hech qachon masalan hamma odam birda misol uchun u insonlarni sortga ayirib, u bunday boy kambag'al degan narsalarni yomon ko'raman-da. Hammaga bir xil muomala qilish kerak-da. Shu narsalarni postoyanno aytib yuraman-da menga. Yana nima orzularingiz bor, xudo xolasa mana onamga nimadir qilib beraman degan bir niyatlar bor. Endi hajga nasib bo'lsa yig'aman. Xudo xolasa, nasib bo'lsa. Nima mana misol uchun intervyu deganda o'zi xayolingizga nimalar kelgan? Mana bo'ladi-ku endi misol menda hattoki bo'lgan. Kun kelib intervyu beradigan bo'lsam, undoq deyman, bundoq deyman degan bir fikrlar bor-da, bo'lgan. Sizda nima fikrlar bo'lardi? To'g'risini aytsam o'ylab ko'rmaganman-da. Mana oladi deb o'ylamaganman, hali tayyorgarlik ko'rmaganman. Bilmaganman hamda. Shunday bo'lishini, mana olishini, olib bera oladi deb o'ylamagandim. Shu uchun tayyorgarlik ko'rmagandim. Hali o'ylab yurmagansiz. Undoq deyman. Kutilmaganda o'ylamagan. Mana mashhurligingizni bilasizmi? Ya'ni qanaqadir o'sha odamlar nazariga tushganingizni o'zingiz sezasizmi? Bilmasam men. Yo mana ko'cha-ko'yda yurasiz, kimdir tanib, rasm tushadimi? Qanaqa bo'ladi shu vaziyat? Ana Ishongim kelmaydi, to'g'risi. Nima deydi? Vaqt epsan qilmagan odamlar qani shunchalik darajaga erishdi deb ishongim kelmaydi. Bobur akalarga rahmat aytsa bo'ladimi? Yo'q. Bo'lmaydimi? Bo'ladi albatta. Siz hazillashyapsiz deb o'ylab, mana hazillashyapman. Albatta bo'ladi. Bobur akaga rahmat aytish kerak. Nima demoqchisiz Bobur akaga? Ketyaptimi? Ketyapti. Rahmat shuncha darajaga yetkazganim uchun, ular motivatsiyalari bilan shu darajaga yetdim.
Kattakon rahmat Shahriyor akaga, Sardor akaga, Ikrom akaga, yana kim qoldi? Shahriyor aka, Ibrat aka. Ibrat aka. Rahmat sizlarga. Shular orqali shuni yuribman. Syomkaga kech qolganingizda ovqatga tusharkansizlar? Ovqat olib berar ekansiz. Ha, Bir marta kech qoldi shekilli. yo, olib beraman. Olib berma. Xullas, Bobur Mansur jamoasida zo'r odat bor. Agar syomka mana deylik soat 8 da syomka belgilanadi va undan kech qolinadigan bo'lsa, eng oxirida kelgan odam ovqat olib berish kerak. Kamilla necha marta kech qolganlar? Bir marta. Bir marta o'sha. Demak, bir marta ko'rgan ekanmiz. Bir marta kech qolganlar va ovqatga tushdi deb stories qo'ydilar. Hech qachon menga o'ldirmaydi u kishi. Ha, to'g'ri. Ya bu hazilligini o'zim ham bildim-ku. Shunaqa. O'zlari har doim nima qilaveradi, dorimga beradi, kiyimimga beradi. Orzularingiz haqida gaplashaylik. Shu orzuyim bitta onam hajga yuborish. Endi bu safar onamga hajga yig'ishga harakat va'da bermayman, lekin harakat qilaman. Onamga yig'ishga. Yana qanaqa orzular bor? Mashina olib bermoqchiman onamga. Uy olib bermoqchiman. Shtob qiyinchiliklar esdan chiqib ketish uchun qilmoqchiman shuni. Hozir ular sizga qanaqa munosabat bildiradilar? Kim? Onangizlar. Men umuman ijod qilyapsiz, harakat qilyapsiz, umuman onangiz bilan ko'p gaplashasizlar, to'g'rimi? Ko'p narsa aytmayman. Ha? Ko'p narsa aytmayman endi. Chunki siqilishi mumkin, o'ylashi mumkin. Aytmayman. O'zim nima qilishni xohlamayman-da. O'zim nima qilaman, nima deydi, chiqib ketaman vaziyatdan. Ular sizni hozirgi faoliyatingizdan xursandlarmi? Yaxshi, xursand. Nimalar deydilar misol uchun? Shun, молодец deydi, shuning uchun nima qilding? Xursand bo'lib qoldilar, olib berganimga. Shu. Kutmagandilar. Kutmaganda ko'p kishi aytadi, bilgan-ku, yozilgan-ku deydi. Bilmagan biz syomkaga chaqirgandik-da o'sha payt. Ha. Syomkaga chaqirgandik, nima deydi? Aytib yuraydim-ku, lekin qachonligini aytmasdim. Judalarda hayajondaman. Qayerdansiz ayajon? Keldilarmi? Keldilar. Qanaqa rol ayamga? O'zi tushuntirib bering, Kamilla. Uni roliga o'ynaymiz. Bugun judalarda muhim kun siz uchun. Uni men 1 yil, 2 yil kutdim. Juda hayajondaman. Nimaga hayajonlasiz? Gapiring-da. Chunki onam yoshligimda tarbiya qilgan. Ko'p kasal bo'lganim uchun qaragan ayam. Rahmat sizga. Bozga shukr. Hozir bugun rahmatimni aytmoqchiman. Rahmat sizga. Qanaqa kun o'ylaysiz bugun? Bugun yangi yil. Arzimagan sovg'am bu. Assalomu alaykum onajon. Yaxshimisiz? Charchamasdan bayramlar bilan. Kamila singlimiz arzimagan kichkina sovg'a shuncha masalan ishladilar. Biz bilan jamoamiz bilan birgalashib ishladilar. O'zlari tinmasdan ishlab, maydalab pul yig'ib sizga umra ziyoratiga yo'llanma oldilar. Mana shu singilchamiz sizni duolaringiz orqali mana hozir ozgina bo'lsa ham xalq taniyapti. Ancha muncha muxlislarga ega bo'ldi. Sizlar mana shunday duo qilib tursanglar, Xudo xolasa singilcha undan ham ko'p yutuqlar beradi. To'g'rimi singilcha? Sizlarning duolar hammasi haqiqatan sizlarning duolaringiz orqali bo'lyapti. Bitta duo qiling endi. Hammalaringizni ishlaringizga rivoj bersin. Shunchalik hurmat qilib, mani shu yerga shu sizlarni ham qizimni orqasidan sizlarni ham katta xizmatlaringiz bor. Mana shu qizimni menga qilgani va sizlarni qilganlaringizdan Alloh menga birini qilsanglar, sizlarga 100 barobar qilib qaytsin ilohim. Hamma vaqt sizlar bilan ishlab, ahil bo'lib, aka singilday bo'lib yurishlaringizni tilayman ilohim. 25. Allohu akbar. Sizlarga ham arzimas sovg'am bu. Bizga sovg'a nima kerak? 14-yanvarmi? Rahmat katta, salomat bo'lasizlar. Ana singilchani qaranglar. Rahmat. Rahmat. Sog' bo'ling. Shu keyin bilmagan syomka edi, chaqirgandik. Keyin o'zim kutmagandi. Yangi yilmi deganlar. Yangi yilda o'ylaganlar. Ayam chiqib turadi syomkalarga. Olib chiqaman. Chunki qancha qilsam ayamga kamda. Xursand bo'lishini xohlayman. Onangiz bilan ko'proq nimalar haqida gaplashasiz? Shu
onam aytadi, hech qachon o'zingdan ketma bacham. Har doim ustozlaringni nima aytganini qil. Nima qilma deb har doim nima podдержка beradi, gapiradi. Ustozlaringni unutma hech qachon deb o'zingdan ketib qolma shunaqa gaplarda. O'zingda bo'l deb. O'zidan ketish qanaqa bo'lishini tasavvur qilasizmi? Misol uchun o'zida sezdingizmi qanaqadir bir avvalgi Kamila bilan deylik mana 1 yil avvalgi Kamila bilan hozirgi Kamilaning o'rtasida nima farq bor? Yo'q, o'zgarmaganman. Tanishlarim aytadi, o'sha-o'shakusan deydi-da. Shunaqa o'zgarmaganman. Borimni Bobur akalar olib chiqib berdi menga. Ha. Odamlar ham borimcha qabul qildi. To'g'ri. Men shunga qoyil qoldim. Ya'niki men o'yladimki bu bir obraz. Yo'q. Obraz tushunasiz nimaligini. Ya'niki o'sha rol xuddi shunaqa yozilgan ssenariy va siz shuni ijro qilib beryapsiz. Juda bir mahoratli aktrisa ekan. Shunaqa ijro. Keyin buni gaplashib turibman, o'sha biz vaynlarda ko'rgan inson. Ya'niki siz o'zingiz o'ynab beryapsiz. Borimcha olib chiqdi, borimni ko'rsatdi ular. Hech nima qilgani yo'q. Qanaqadir bir kinolarga ham harakat qilib, nimadirlar qilmoqchimisiz? Yo'q, faqat vayn hozircha. Ha. Universitetmi bo'lyapti? Qanaqa zavuch? Zavuchni boraman men. Yiliga 2 marta bo'ladi chog'ni shuni. Nechanchi kurslar hozir? Hozir 3. 3. Ha, 1 yil qolibdi. 5. 5 yilmi? Ha, 5 yilga zavuchni. Ha, 1 yil ko'p ekan. Ha, san'at universitetiga kirish, menimcha institutmidi, madaniyat san'at universitetimi? Institut, xullas, san'at yo'nalishida o'qish ham niyat bor. Niyatim bor, topshirishga. Harakat Endi qilaman. bu yoqni tugatgandan keyin-da baribir. Ha, bu yoqda. Diplom olgandan keyin. Ha, o'zi kelajakda kim bo'lmoqchisiz, xudo xolasa? Mana hali baribir bu kelajak emas-da, yana hali katta yo'lni boshlasizda. 23 yoshda. Uni vaqt ko'rsataman, hech narsa deyolmayman. O'zingiz orzungiz nima edi? Boshidan aktrisa bo'lishmidi? Orzungiz. Ha, aktrisa. Bolalikdan shuni niyat qilgansiz. Ha, qiziqaydim-da. Qaysi aktyor aktrisani rollariga baribir misol uchun Bobur akalar avvaldan bo'lmagan-ku. Siz bolaligingizda boshqa aktyor aktrisalar mashhurlikka erishgan. Dilnoza Kubayeva yo'q edi. Yulduz Usmonova yaxshi, qo'shiqlari, danganligi yoqadi. Shular qo'shiqchilardan. Qo'shiq ham ayta olasizmi? Yo'q. Qo'shiq aytaman, erkaklar ovozida bo'lyapti. Qayerdan aytaman? Yo'q, o'zi qo'shiq ana niyat yo'qmi? Aytolmayman. Bar odam o'zi nimasi bilanki, qo'shiqqa yo'qman-da. Qaysi rollarni ijro qilishni orzu qilgansiz bolalikda? Rollari. Men komedik-da. Bolalikdan ham komedik bo'lishga. Ha, komedik. Nima uchun? Shunaqa-da. Ko'pchilik ana u yig'latadigan, dramatik rollari. Men kulgi. Kulgi. Yig'layim kelmaydi. Yig'lashni xohlamayman. Maktablarda ham rollar ijro qilganmisiz? Yo'q, yo'laydim. Ushqamay qolsa kulsa deb yo'laydim. Birinchi rol ijro qilganingiz qachon bo'lgan o'zi? Shu masofkaga aytaymi? Yo'q, undan avval demak umuman rol ijro qilmagansiz hech qayerda. Masofkaga kim olib kelgan sizlar? Gruppalardan kelganman deyapman-ku. Gruppadan? Qanaqa? Bor bir ikkita gruppalar bor-da. Ha, Telegram gruppaga tashashgan, shunaqa masofkaga aktrisa kerak, aktyor. Keyin qo'shilib ketganman. Ha. Endi nimaga buni so'rayapman? Misol, xuddi sizdek aktrisa bo'lmoqchi bo'lgan yoki aktyorlikka harakat qilib yurganlar bor. Qayerga borishni bilishmaydi. Bilmaydi. Menga ham yozadilar. Yozadimi? Ha, shu yozadiganlarga nima munosabat bildirasiz yoki nimalar deb yozasiz? Misol uchun, meni ham rolga olib chiqing, vayinga olib chiqing deydiganlar bo'lsa kerak. Ha, endi gruppalardan men topganman. Shunday-da. Gruppalardan borganman. Hayotda qanday yashash kerak deb hisoblaysiz? Intilish kerak, shuni bildim. Ha. Intilish kerak. Misol uchun men uyga yotib qolsam bo'laydi. Yo, men harakat qildim. Bu yoqqa bordim, bu yoqqa bordim. Agar bormasam, nima qilmasdim. Chiqolmasdim-da. Shu videolarga. Xolajon, kelganimizda shu o'zaro ko'ringda bitta gaplashib qoldik. Shu farzandlarimiz qiynalmasin deb Rossiyaga ketdim dedingiz. U yoqda nima ishlar qildingiz? Qancha payt Rossiyada bo'ldingiz? Va keyin qaytishingiz ham qiziq bo'lgan ekan. Aynan shu farzandlar uchun yana qaytdim dedingiz-da.
Ha, yerda 1,5 yil ishlaganman. Domrabotnitsa bo'lib ishlaganman. Rossiyada. Rossiyada ishlaganimda yaxshi mablag' ishlab kelganman. Shu farzandlar kasal bo'lgan, o'g'lim kasal bo'lgan, keyin u kasal bo'lgan payti odam o'zga yurtda juda ko'p narsani o'ylayotganingda, masalan, shu pul topishga topasan, lekin farzandlarni sog'ligi birga, mana masalan, uzoqda bo'lsang, bir ularni katta bo'lganini, nimasini ko'ra olmaysan degan o'ylashga ko'p vaqt bo'ladi-da Rossiyada. Ana shu narsalar ko'nglimdan o'tgan. Shu uchun ham ko'p odam yuraversa, shu o'zga yurtda masalan, uni buyuradi, buni buyuradi farzandlar. Lekin mehr bermaganingdan keyin mehr ham ola olmaysan. Faqat shu narsa ko'ziga ko'rinadi-da. Shu uchun ham ko'p narsalarni o'ylaganman, lekin shu Rossiyada yaxshi mehnat qilsang, mehnatingni qadrlaydi yoqda. Masalan, men o'sha yerda ishlaganman, lekin hamma vaqt shu hurmatimni joyiga qo'yganda o'sha boshliqlarimiz, o'sha ishlagan joyimdagilar masalan hurmat bilan muomala qilganlar-da. Shu Keyin farzandlar sog'ingansiz va farzandlarni sog'inasan, odam baribir o'zing katta bo'lganini, nimasini ko'rishni xohlaysan-da. Mehr bo'lmaydi agar uzoqda bo'lsang deb ayol kishiga shunday deb mani nimamdan shunaqa fikrlar, xayollar o'tganda, masalan, shu kattaligini masalan o'zing mehr berib katta qila olmaysan-da. O'zga yurtda yursang yuraverasan, qancha yursang ham yurasan, lekin mehr berish kerak-da, onadek tarbiya berish kerak bolalarga. Shu ko'p narsalar o'ylab yana qaytib kelganman. Lekin o'sha Rossiyada misol uchun ishlashimni xohlagan boshliqlarim yana qaytib kelaman deganman, lekin qaytib bormaganman. qancha payt ishlagansiz shunda? 1,5 yil ishlaganman. To'liq 1,5 yil. Shuncha ishlagan bo'lsam ham faqat rahmat eshitib kelganman-da. Ketishimdan ham oldin shu rahmat qilgan xizmatlaringga rozi bo'l deb masalan hurmat bilan yuborganda, kuzatib o'zlari qo'ygan. Inson qayerda bo'lishidan qat'iy nazar, qanday vaziyatda bo'lishidan qat'iy nazar baribir uni mehnati yuzaga chiqarar ekanda. To'g'ri, halol qilgan mehnati baribir yuzaga chiqarar ekan. Joningiz omon bo'lsin, umringiz uzun bo'lsin. Mana bugungi kunda Kamila Lolaga yordam berayotgan, uni qo'llab-quvvatlayotgan kimlarga rahmatlaringizni aytmoqchisiz, minnatdorchilik bildirmoqchisiz? Shu o'sha komandani yigitlariga, masalan, bular o'zi birinchi chiqqanda ham eng birinchi o'shalar podдержка qilganda, masalan, bitta ularning gapi bor. Buni podpischilari kam bo'lgan, 3 tami, 4 tami degan shu ana qilib o'sha paytda ham podpischilari kam bo'lgan o'sha paytdan bular buni podдержка qilib, hamma tomonlama podдержка qilganda o'shalarga xohlagan ko'tarilishim o'zlari yordam berib, shu ayollari ham yordam berib, nima qilib podдержка qilib, siz yaxshi, holi yaxshi bo'lib ketasiz deb bunga motivatsiyalar berganda, o'shalarga rahmat aytaman, o'shalar orqali hamma vaqt aytaman, shularning hurmatini joyiga qo'y. Mana seni shunchalik bo'lishingga o'shalar sababchi. Seni mana nima ko'targan, masalan, nima qilgan odamlarni, mana shu mehnatingni qadrlayotgan odamlarni hech qachon yuziga oyoq qo'yma deb aytaman. Hozir ham aytaman, hamma vaqt aytaman. O'shalarning hurmatini hamma vaqt joyiga qo'y deyman. O'shalardan faqat minnatdorman. Masalan, o'shalarga rahmat aytaman. Mana kun tartibingiz qanaqa sizda? Shu syomka har xil bo'ladi, kechqurun ham bo'ladi, bir ikki joylarga. Ertalab ham chiqib ketamiz. Hozir mana bir haftalab vaqt topa olmadingiz intervyuga. Qanaqa bo'ldi shu bir hafta, o'tgan bir haftadan ko'proq ham bo'ldi. Menimcha 10 kunlar vaqt topa olmadingiz. Qanday o'tdi o'sha 10 kun? Yaxshi o'tdi, syomkalarga edim. Har kun syomka bo'ldimi shunda? Почти har kuni. Hozir demak kuniga 2-3 ta ham bo'ldi. Qoyil. Ha, keyin iqtisodiy tarafdan gaplashaylik. Qanaqa sizga misol uchun gonorar beradimi yoki shunchaki chaqiryaptimi? Kim? Shu Bobur akalar undan yo'q, to'laydilar. Hammasi gonorar to'laydi.
Addini kiyimimga bo'lib beradilar. Shuna lecheniyamga qarashib turadi. Umuman shu aktrisalikdan kun ko'rsa bo'lar ekanmi? Bo'ladi. Avvalgi ishlaringizga qaraganda iqtisodiy taraflama yaxshimi, yomonmi? Yaxshi, hozir ancha yaxshi. 100 mingni qiynalib topsak hozir ancha yaxshi. Aslida buni ham baribir qiyinchiligi bor. Bo'ladi. Albatta endi qo'l mehnatiga qaraganda osonroq baribir. Osonroq. To'ppa-to'g'ri aytyapsiz. Endi bunda ko'proq miya ishlaydi. O'sha baribir qaysidir ma'noda Menga shu to'g'ri keladi aktrisalikda. ha. O'zi umuman sog'ligingizga ham shu to'g'ri keladi aslida. Qarang, Xudoyim shu o'zingiz shu mazza qilib ishlaydigan, bolalikdan orzu qilgan bo'lmasa o'zingiz uyalgansiz, xijolat bo'lgansiz, tortingansiz, lekin Xudoyim sizga bu yoqdan osonroq ish berganda. Lekin rahmat aytadigan odamlarimiz 12 tagina bo'lib qoldi-da. 12 ta bo'ldi. Muxlislar nimalarga aytsa bilan? Ha, to'g'ri, bizlar Xudo xolasa hozir millionlagan insonlar kuzatib turibdi. Mana shu millionta rahmat aytsangiz bo'ladi. Balkim 10 millionta. Bemalol. Hammaga rahmat, borimcha qabul qilganlaringiz uchun, nima qilgan, podдержка qilganlaringiz uchun sizlar ham sababchi, juda katta sababchisizlar. Alohida rahmat aytmoqchiman muxlislarimga. Sizlar borsizlar shuni yuribmiz. To'ppa-to'g'ri. Ularning ham sababchida baribir. 100%. Agar borimcha qabul qildi muxlislar ham. Misol ijodkor ijod qiladi, uni birov ko'rmasa qilmay qo'yadi shu ijodni. Motivatsiya tushib ketadi. Sizda qaysi paytlarda motivatsiya tushib ketadi hozir? Menga motivatsiya kuchli tushmaydi menga. O'zim motivatsiya bilan yana qilasan, zo'r ketasan deb. Qanaqa holatlarda bo'ladi? Mana oxirgi shu 1 yilliklarda shunaqa bo'lyaptimi? Zo'r bo'ladi, mana eshitdim, Bobur aka ham ko'p motivatsiya berar ekanlar. Yoramiz, singlim zo'r bo'ladi der ekan. Deydilar. Misol uchun siz agar yoqtirmasa, ishlagingiz kelmasa bilinadi-ku, baribir xohlamaysiz. Ular nabarot, ana uyushqamasa so'kinglar, men urishinglar deyman-da. Uyushqamasa nabarot. Yo'q deydi, nabarot motivatsiya beradi. Ishlarim kelaverar keyin. Shunaqa. Bar motivatsiyaga ko'p narsa bog'liq. 100%. Agar shug'ullanmasa, nima qilmasa, men bunchalik bilmasdim. To'ppa-to'g'ri. Men yana shu bizni ko'rayotgan insonlardan bitta narsani iltimos qilib qolgan bo'lardim. Qaysidir yaqiningizga mayli pul bermang. Mayli qanaqadir bir iqtisodiy yordam bermang, lekin unga faqatgina chin ko'ngildan o'sha qilmoqchi bo'lgan ishiga, yaxshi niyat bilan bir boshlagan ishiga turtki bering, motivatsiya bering. Xudo xolasa sizda o'xshaydi deng, bo'ldi, shuni o'zi yetarli. Bizlar ham aslida intervyularimiz sababli bizni ko'rayotgan insonlarga turtki berishga harakat qilamiz, bo'ldi. Boshqa narsa yo'q. Aslida juda ham katta narsa bu. Turtki, motivatsiya juda katta narsa. Juda katta. U sizga kerak bo'lsa $1,000,000 beradigan pulingizdan ham bir kattaroq gapda bu aslida. Juda ham zo'r. Uyushqamagan bo'lsa, uzr so'rayman. Endi nima bo'lmagan bo'lsa, kamchilik bo'lsa, baribir bilmayman. Ya intervyumi? Ya intervyu zo'r bo'ldi. Endi kamchiliklar bo'lsa, uzr so'rayman. Intervyu zo'r bo'ldi. Xudo xolasa uni niyat qilamiz, nasib bo'lsa. Endi hozir ham mashhursiz, lekin mega yulduzlik darajasi bor-da. Mana ko'chadan kelayotganingizda shu sizni 20 ta odam ko'rsa, "Voy, Kamilla, to'xtang, nima o'zi Kamilla Lolo?" Shuni so'rayman-da. Mana Lolo ta'rifi nima uchun? Bobur akalar qo'yib bergan. Hamma narsani nima qilib o'zlari yuritib, nima qilib berganlar. Ha, boshida. O'sha Vine orqali paydo bo'lmaganmi shu? Shu Vine'dan oldin. O'sha "Voy, Kamilla Loloning muxlislari" o'sha. Ha. Chiroyli. Men Lolo, endi siz bilasizmi, siz yoshligingizda u multfilm bormi deyapman. Lolo Pepe. Ha, bor, bilasizmi? O'shaga Lolo o'zi kerak deb o'yladim-da, endi o'zimcha tasavvurimda. Xullas, mana shu 20 ta odam ko'chada kelayotganingizda, shu 20 tasi ham rasmga tushadigan daraja bo'ladi. O'shanda bilasiz, siz mega zvezda bo'lasiz. Xudo xolasa o'sha paytda ham siz bilan intervyu qilish nasib etsin. Endi hozir bir hafta kutdik sizda, unda bilan bir oy kutamiz, 2 oy kutamiz. Nimaga unaqa demang. Yo'q, o'zi bizda o'rganib qolgan. Bu normal holat, ya'ni to'g'ri holat. Baribir san'atkorning hayoti bitta o'ziga bog'liq emas-da, u ko'plar bilan. Mana siz ham syomka qilasiz. Yo'q deganda kadr ortida nechta odam bo'ladi. Biz syomkada ko'rsak 4 ta qahramonni ko'rarmiz kadrda, lekin kadr ortida operator bo'ladi, montajyor bo'ladi, qanaqadir yordamchilar bo'ladi, misol uchun.
hozir oddiygina shu bitta vayn deymiz hammamiz 1,5-2 daqiqalik vayn uchun kerak bo'lsa 10 dan ortiq odam mehnat qilyapti-da. Va bitta mashhur inson o'nlab insonlarga bog'liq. Kimdir asabini, sizlar ham asabingiz buzilib turadimi? Men o'zim yolmayman. Umuman. Kulib yengaman, o'zimga olib, nerv bo'ylab, foydasi yo'q. Mana oxirgi marta qachon yig'ladingiz, siqildingiz va nimadan? Yo'q, ancha bo'ldi yig'lamaganman. Hozir yig'ladingiz lekin intervyuda. Intervyuga yig'layman, lekin asab bo'lib yig'lamayman. Demakki, faqat qaysidir holatlar esingizga tushsagina yig'laysiz. Harakat qilaman yig'lamaslikka Va eslamaslikka. Eslamaslikka. Sizga chin dildan omad tilab qolaman. Hali yo'li boshlasiz. Xudo xolasa mana men xursandman siz bilan mana shunaqa yaxshi intervyu qilganimdan. Rahmat chaqirganingiz uchun xursand bo'ldim. Telefon qilganingizga boki. O'zlari qilinadi. Yana administrator emas dedingiz-ku. Shu administratoringizni nomerini beringmi nimadir dedingiz-ku. Men administrator yo'q. Kechqurun bilan uydan chiqdim. Rahmat. Men ham xursandman siz bilan intervyu qilganimga va mana shu samimiyatingiz, shu insoniyligingiz hech qachon yo'qolmasin. Aytganingiz kelsin. Mana men degan shu mashhurlik kelsin, mol-u davlat kelsin, hammasi kelsin iloyim. Lekin shu samimiyat sizda yo'qolmasin. Va yana bitta narsa, sizni onangizga minnatdorchilik bildirmoqchiman. Onangiz umrlari uzun bo'lsin. Menga hali nasib etmadi onamga umraga yo'llanma berish. Men juda ham xursandman. Men shu gapni avvaliga shu intervyuda eshitdim ham g'alati bo'lib ketdim o'zim. Men o'zimga o'zim dedim. Men hali nima qila olmadim, misol o'g'il bola bo'lib turib. Men yoshim sizdan 10 yosh katta. Ha, u berasiz. Xudo xolasa nasib bo'lsa. Xudo xolasa nasib bo'lsa. Va sizga nasib etadi. Nasib Bu qilgan. sizga nasib qilganiga men xursandman. Shunaqa har doim kerak bo'lsa bugungi kunda bir o'g'il farzand onasiga nimadir qila olmasligi mumkin-da ota-onasiga. Men xursand bo'lganim siz shu narsani eplayotganingizga va shu eplash ham mayli, shu dunyo qarashga ega ekanligingizga. Shuni qilaman mana. Hamma orzularingiz onangiz bilan bog'liq. Amalga oshayotgani ham va onangiz bilan bog'liq-da. Hamma orzularingiz onangiz bilan bog'liq. Men onangizga chin dildan minnatdorchilik bildiraman. Bizni ko'rayotganlarini bilaman, umrlari uzun bo'lsin. Nima sizdan, akangizdan nima yaxshi niyatlari bo'lsa, hamma niyatlarini amalga oshiring iloyim. Aytganingiz. Kattakon rahmat. O'zi bizni ko'rayotgan hamma onalarga rahmat. Hamma onalarga rahmat. Hammalaringiz bor bo'linglar. Sizlar bizlar qahramonimizsiz. Butun dunyo bizga ishonmasligi mumkin, butun dunyo bizdan voz kechishi mumkin, lekin ota-onalarimiz bizdan voz kechmaydi. Sizlar borlaringizga shukr, rahmat, sizlarni yaxshi ko'ramiz. Sizga ham katta rahmat. Rahmat. Judalarda yaxshi intervyu bo'ldi. Judalarda. Shu gapingiz anavi nima dedi? Topildiq bo'lganda judalarda. Shuna gapiramiz biz ham. Ya bildim. Lekin o'sha sovuqda qolgan qiz ham judalarda sovuq qotdim degansiz-ku. O'sha ham yaxshi chiqqan. Ana sovuq qotyapti. Yo'q, hozir bilmaydi. Yaxshi qiz. Sovuq o'tmayapsizmi? Sovuq o'tyapman. Judalarda sovuq o'tyapman. Tushunarli. Sovuq o'tyapti вообще qiz. Yo'q. Muzlab qolgan bechara. Muzlatdim sovuqda? Muzlab qolgan, shuni bacharasidan ma'lum. Ketdikmi? Sovuqda balo bormi ko'chaga? Xullas yaxshi ijod qilasiz. Hayotdagi samimiyatingizni kadrga ko'chira olgansiz. Zo'r bu. Sizga kattakon rahmat. Assalomu alaykum. Sog' bo'ling deysiz. Rahmat katta hammaga. Jonajon bo'lsin. Salomat bo'ling. Xayr deb qo'ysak bo'ladi. Hammaga xayr. Rahmat ko'rsatayotgan nima deydi, kamchilik bo'lsa uzr hammaga. Rahmat kattakon. Kamchilik bo'lmadi, zo'r bo'ldi. Ko'pchilikka dars bo'ldi, xudo xolasa bu. Ko'pchilik yozib olib qo'shib qo'yavering-da onalar haqiqatan. Shunaqa salomat bo'linglar. Bizlar mana siz aytgan bo'lishlaringiz mumkin. Xayrlashishimiz kelmayapti, gaplashishimiz kelyapti yana. Dardlarni o'rdiz, maza qildik. Rahmat kattakon. Anday bunday odamga aytib o'tmayman men. Ne. Joningiz sog' bo'lsin. Umringiz uzun bo'lsin ilohim. Xudo xolasa. Zo'r hammasi.
Rahmat. Rahmat, hammaga rahmat Rostdan katta. xayrlashamiz endi. Rostdan? Rahmat katta. Salomat bo'linglar. Bormi? Bormi? Hop, bahor kelgan bo'lishiga qaramasdan havo biroz sovuq, ertaga qor yog'adi deyapti. Biz havo juda ham sovuq. Bugungi qahramonimiz havo kerak emasdi-da. Bo'ladi. Da, haqiqatan. Bahor bo'lsa ham deyman, keyin aytib ketsak bo'ladi. Keting? Bormi?